hozirgi kunda qo'l oyoqdagi nervlarda qanchalik zararlanganligini zamonaviy texnologiyalar bilan qanday aniqlash mumkin? Hozirgi kunda tekshiruv usullari nihoyatda rivojlanib boryapti. Shulardan bittasi bu periferik nervlarda o'tkazuvchanligini baholab beradigan NMG tekshiruvi. Bizdagi bu apparat portativniy ham statsionar foydalanish uchun qo'llaniladi. Klinikamizda shu kunda qo'llanib kelinadi. Aynan qanday holatlarda qo'llaniladi? Bu NMG tekshiruviga asosan ko'rsatmalar qo'l oyoqlarda uvishishlar, og'riqlar, qo'l oyoqlarda ozishlar, harakatsizlik, kuch kamligi holatlari bo'ladi. Bundan tashqari muskul nerv o'tkazuvchanligi bilan bog'liq kasalliklar, miastiniya kasalliklari, HVDP kasalliklari, yon bakoviy yon amyotrofik kasalliklar ko'rsatma hisoblanadi asosan. Ya'ni oddiy qilib aytganda, odamlar siz aytgan kasalliklar borligini qanday qilib bilish mumkin? Qo'l oyoqlarda uvish bo'lishi mumkin, kuchsizlik bo'lishi mumkin, kuch kamligi, ozish bo'ladi muskullarda. Bundan tashqari kunda ikkinchi yarmiga borib turib charchab qolish holatlari kuzatiladigan bo'lsa yoki diabetik polineuropatiya bo'lib sezuvchanlikda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa bizga murojaat qilishlari mumkin. Bu apparat qanday alomatlar ko'rsatib beradi va natijasi qanaqa bo'ladi? Bu tekshiruv funksional tekshiruv hisoblanadi. Bemorni ayni vaqtdagi periferik nervlarda qanchalik zararlanganligini, o'tkazuvchanligini, sezgini buzilishlarini ko'rsatadi. Bir marta tekshirgandan keyin keyinchalik funksional tiklanishlarni baholash uchun 3 oydan keyin yana qayta ko'rikka tavsiya qilinadi. Ko'rik qancha vaqt davom etadi? Ko'rigimiz tokli tekshiruv odatda tayyorgarlik bilan, reja bilan qilinadi. 40 minut vaqt ketadi o'rtacha bitta bemor tekshirish uchun. Demak, hozir mana shu 40 minut ichida mana shu zamonaviy texnika bilan insonni oyoq qo'llaridagi nervlarni qay darajada faolligi, ishlayotganligi, zararlanganligini bilish mumkin, shunaqami? Bilishimiz mumkin, shunaqa.